Qadrdonlar, sizlar uchun dam olishga zo'r joy topib qo'yganman. Qani ketdik. Bilganlar, bilmaganlar bir ko'rib qo'yasizlar. Qani ketdik. Qadrdonlar, mana bugun do'stlar bilan dam olishga kelganmiz. Shu joylarni xudo xolasa sizlarga bilindim. Qani ketdik. Xullas do'stlar, o'zingizlar ko'rib turganingiz do'stlar bilan yig'ilib mana shu joyga keldik. Mana bitta dachani oldik. Atigi 500 ming so'm ekan dacha do'stlar. Xo'p, do'stlar bilan mana ovqatlarni ham boshlab oldik. Mana ovqatlar ham xudo xolasa bo'lyapti. Mana do'stlar bilan yig'ilib oldik. G'iyosiddin, Ummatbek, Shahriorbek do'stim, Ilhomjon qoraka, Iqboldin do'stimiz mana, G'afforjon do'stimiz mana, Salohiddin do'stimiz, Shuhratbek do'stimiz, Qamariddin do'stimiz, Muhammad Ali do'stimiz, yana bitta Muhammad Ali do'stimiz, Talavoldi do'stimiz. Nonni ko'rsatyapti do'stim mana. Xo'p. Sardorbek do'stimiz, Tursunboy do'stimiz hamda bu men. Qadrdonlar, maza qilib gaplashib o'tiryapmiz. Mana ovqatimiz ham pishib qoldi. Xo'p, birinchi ovqatimiz pishdi do'stlar. Mana do'stlar bilan birgalikda ovqatlarni tayyorlab, idishlarga qo'yib olyapmiz do'stlar. Xo'p. Salatlarimiz hammasi tayyor bo'lyapti, xudo xolasa. Birinchi ovqatimizga mastava qilganmiz do'stlar. Xudo xolasa mana do'stlarni hammasini chaqiryapmiz, kelinglar mastavaga deb. Xo'p, mana o'zim do'stlarim uchun xizmatdaman. Mastavalar tosh bilan bandman do'stlar. Xo'p. Qadrdonlar, bemalol sizlar ham kelsanglar bo'laveradigan zo'r joylar ekan. Dam olishga uncha oshiqcha pul ham ketmaydi ekan. Atigi 500 ming so'mga dachani olganmiz. Hamma joylari joy-joyida ekan, o'rtacha holatda ekan do'stlar. Xo'p. Do'stlar bilan joylashib oldik. Ovqatlarda o'tirib ichganimizdan so'ng do'stlar bilan chigala-yozi qilib bir partiya, ikki partiya bilyardlarda o'ynab oldik. Hamda toqqa qarab otlanishga harakat qildik. Xo'p, endi toqqa qarab yo'l oldik do'stlar. Bu joyda juda ham ajoyib ko'prik tushgan ekan. Diqqat qilib tursanglar, oxirgacha videoda ko'rib tursanglar, shuni sizlarga ko'rsataman do'stlar. Ko'pchilik bu joyga kelgan bo'lishi ham mumkin. Bilmaganlar uchun bilib, ko'rib kelsa, xudo xolasa juda ham zo'r lokatsiya ekan do'stlar. Mana kelyapmiz, xudo xolasa mana ko'ryapsizlar ko'prikni. Umuman ustunsiz uzun ko'prik bo'lgan ekan do'stlar. Bu ko'prikdan o'tish, bir tomonga o'tish 30 ming ekan, qaytish yana 30 ming ekan. Borib kelish 60 ming so'm ekan, lekin juda ham qo'rqinchli ekan do'stlar. Xo'p, ko'prikka chiqish uchun biz tepaga qarab otlanyapmiz mana do'stlar. Xo'p, yo'lda dam olib chiqdik do'stlar, chunki haqiqatda tepalik ancha baland ekan. Odamlar o'tyapti ko'prikdan do'stlar. Juda ham xullas dam olishga juda ham qulay lokatsiya ekan. Xo'p, mana qadrdonlar, ko'ryapsizlar ko'prikda umuman ustuni yo'q ko'prik. Bitta baho berib qo'yasizlar, like bosib, obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Andijonda Imomatda degan joyi. Qisqagina video tayyorlashga harakat qildim. Hammalaringga rahmat. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Like bosib, podpisatsiya bo'lib qo'yasizlar.